Assalomu alaykum. Qalbida ezgulik, yaxshiliklar bo'lgan, qalbi pok, ko'ngli pok, yaxshi insonlar uchun yaqinda yozgan bir she'rimni aytib bermoqchiman. Kimlarnidir ko'ziga bir loy bo'lib sachradim. Xiyonatlar zarbidan yolg'iz qolib ajradim. Gohi bu yo'lni bo'ronli to'zoniga uchradim. Bu dunyoning sinovli yolg'onidan charchadim. Nima qilay yurakda halovatim qolmagan, ba'zilarga o'xshagan mahoratim qolmagan. Hattoki bu jussamni salovati qolmagan. Dard meni tugatdi, dard meni yedi. Goh taqdir sinovi boshimni egdi. Aytay desam dardimni telefonga yozarlar. Kuygan bu yuragimga yana to'lar ozorlar. Yolg'iz qolib ikki qo'lim ko'tarib Yaratganga yolvordim. Meni qo'llab turishini bor vujudimla so'radim. Mehribon zot Allohdir, yolg'izlarga panohdir. Nolimaqlik aslida kechirilmas gunohdir. Shunday yaxshi kunlarda niyat qildim bir olam hademay kirib kelar yurtimizga Navro'zi olam. Bu qalblarni yorug' aylaylik, har joyimiz sog'ligiga shukr aytaylik. Biringiz akamsiz, biringiz do'stim. Ming shukr shu yurtda tug'ilib o'sdim. Biringiz opamsiz, biringiz singlim. Sizlar bor dunyoda, yorug'dir ko'nglim.